Puldan problemi yo'q, so'zdan problemi yo'q, hammasini bajaramiz. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan men Hasan, sizlar meni Hasan Qo'shaqov YouTube kanalimizda kuzatib turibsizlar. Sizlarga Krasnodardan ish chiqaryapman. Ushbu videomizga bitta like bosib qo'yingizlar. Kommentariyada videoni oxirigacha ko'rib bo'lib, o'z fikrlaringizni qoldirib ketingizlar. Tojikistonning Xotloninsk oblasti 8-mart degan qishloqdan Davud akamiz brigadir. Avval Moskvada ishlarni chiqarganmiz, hozir Krasnodarda ish yurityapti. Brigada tuzib. Shu brigadir akamizga odam kerak bo'ladi ekan, 60-70 ga yaqin. Ish joyini video davomga qo'yiladi, chiqaraman. Videoga like bosib qo'yingizlar. Borib ishlamoqchi bo'lsalaringiz, bemalol ekranda nomerlarga aloqa qilib borishlaringizni tavsiya qilaman. 3 kun 4 kunda raschod qilayotgan joy bor, hafta 10 kunda raschod qilayotgan bor, 15 kunda raschod qilayotgan, kunda raschod qilayotgan joylari bor. Borib ishlasalaringiz bo'ladi. Tojikiston, O'zbekistondan kelaman desalaringiz, aka-ukalarimiz, mashinada kelsalaringiz, yetib kelganlaringizdan keyin taksi pullaringizni berib kutib oladi. Chunki hozir chimma bilet olib berayotgan, ko'pchilik aeroportdan qochib ketyapti, mashinalar ko'payib ketganligi uchun, ishonch qolmaganligi uchun mashina kelsa ishchigacha yetib, shofyorga, taksiga pulini berib kutib oladi. Mana shunday sharoitlari bor. Agar yo'l kira topmayotgan bo'lsangiz, unda ish joyida videosini ko'ramiz. Qisqachagina reklama davom etamiz. Bizni Sankt-Peterburgdan kuzatib turgan aka-uka musofir opa-singillarimizga Turdovoy dogovor registratsiya xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bemalol Ali akamizga svязga chiqib, muammolaringizni hal qilib olishlaringiz mumkin. Hasanjon Qo'shaqov YouTube kanalimiz nomidan salom aytib qo'yish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum, mana alchik bollar kerak. Chasavoy ishimiz bor. Parkovka, ikkita parkovka, bittasi 0 dan 0 har tarafda. Bu bo'lsa eski parkovkamiz. Bu yerda chasavoy to'layman. 0 dan bo'lgan parkovkada ob'yomga beriladi. O'zbekistondan keladigan bolalarga dokument, yo'l puli hammasi qilib beriladi. Dokument, yo'l puli qilib beriladi. Brigada faqat opitni brigada kerak. Tolka bir malyarchik to'planib bu yerga kelishini kerak emas. Faqat opitni brigada O'zbekistondan keladigan bo'lsa, yo'l puli polni rasxotini ko'taraman. Shu o'zining olib kelgan brigadiriga quloq solib keladigan brigada bo'lsa, men puliga 100% pulni beraman. Hamma rasxotini ko'tarib, hamma rasxot sharoitini qilib beramiz. İşte bilmaydiganlar kelib o'tirmasin. İşte bilmaydiganlar, mana altdan xabari yo'q bolalar kelib o'tirmasin. Unday brigada kerak emas, ish bilmaydigan brigadalar. İşte biladigan brigadalar kelsa, lobbay sharoitini hammasini qilib beramiz. Ish bilmaydigan odam o'zini ham aldab, bizni ham aldab kelib o'tirib, bu yerda ikki kishini ham tashvishga qo'yib qo'ymasin. Qisqasi xohlasa ish biladiganlarga, ish biladigan brigadaga xohlasa kunlik beraman, xohlasa ob'yomga beraman. Ob'yomni ham har 15 kunda yopib beraman. Period avansam beraman. Чтобы 15 kun zalog o'zida turib turadi, чтобы spokойно ishlash uchun. 500 ming, 600 minggacha avans beraman. Faqat to'lka ish biladigan odamlar telefon qilsin, iltimos sizlardan. Ishni biladigan seryozni brigada kerak. Noto'g'ri tushunmangizlar, ish biladigan odam kerak, to'lqa. Ishni biladigan, montajdan, polni komplekt brigada bo'lsa, puldan problemi yo'q, so'zdan problemi yo'q, hammasini bajaramiz.